patologluk iş kamaydı. Assalomu alaykum. Instagramda obunachilar, bugungi videomizda obunachilar ko'rib turganlaringdek natijali patologni jillisi chiqibdi obunachilar mana. Jasur necha kun variantında bu? Bir chetinde kurgoy 60 cm MDF. Yo'q. MDF mi? MDF chet avan. Taza pason mu bu? Avan xudo xolasa işte 25'te trend'e çıkan patologlardan birisi bu. 25 trendda chiqadigan. Xudo xolasa avan. Jasur sira topib bersa shunday o'zgachalarni. Ha. Bort dedingiz, endi MDF dedingiz. Bu bir nesi başkaçadan bir ayına karan şıpaklık yorulmaydı, abo yapıştırılmaydı. Yeten polunu yuvup serip işletileverdi. 100% o'zidan bitib qolaveradi. O'zidan Shokolodga bitib aralashmaydi. Obunachilar. Natijali patolog kimda kim ishataman desa, yana ko'rib tursalar, modelga qaranglar, chetlari MDF bilan so'nggi model desa bo'ladi 2025 ni. Ekranda nima bilan bo'ladi, bemalol chiqaverasan. Natijali patolog ishataman deyarli uchun. Mana Jasurdan chiqib bo'ladi, o'lchab berish boshqa xizmatlari. Hammasi shu kelishimni içinde. Dizayn tarafından hemmesi besplatlı oladı. Gelemiz ölçüyümüz 3-4 variantta görsemiz tenlegen işlep veremiz. Bizler şimdi patologla zakaz veradon bolsalar yine patologun polnusu bitirip veremiz. Ucu patologluk iş kamaydı. Ya, bunday variantda ishlatsa shpakolovga aralashmaydi. Şıpaklık umarlaşmaydı. Polnu erten divan işletip koyaveradi buna. Aboy bolsa aboy, kraski bolsa kraski. Patologluk taraf iş polnu 100% bitirip berk gitemiz. Xolasa bunday ishlatsalar, xolasa tekis ishlatsalar. Tekis savan. Fark yok. Natijani özünden bu ortam işlep veremiz. Natijali o'zidan bu o'rtam bu. Avan. Obunachilarni xohlagan turda ishlatsanglar bo'ladi. Bu lekin so'nggi model. Bunga qiziqqanlarni bemalol olqash chiqaverasalar, boshqacha turlar ham bor. Bu bilan to'xtamaydi bu. Bu ikkinchi xonam bu Jasur. Bir ikinci kanamız avan yine. Bu yerdan boshqacha chiqdi. Bu chetlari nechik bo'ldi? Kurgoy gipsakardon arasında yine MDF uzor taşalgan natijnoy bu çetemine. Beğenimiz MDF edik ku. Ha. Bir yerde o natijnoya MDF uzor taşalgan. Xolasalar bunday variant ko'p. Bu variantdan bu avan. Bu abmanki xeyli da karasanız MDF okşaydı lekin natijnoy bu. Olganda Jasur bazı 3D pechetmi bu? Ortasına en polni 3D peçet. Bu natijali patologning bo'lsa baholarini chiqib turibdi. Bahası 50 ming so'mdan 200 ming so'mga deyim baradi. 50 mingdan 200 mingga deyim borami? Avan. Olganda bir savol. Bir yilda 40 mingdan ham bor, 45 mingdan ham bor deydilar. Endi avan bu xudo xolasa indiki videoda görsemiz hozir bir kichkina kusok aldırıp koymuş sexta turibdi. Materialni. Avan ikisini testdan o'tirib ko'rsamiz. Issiqqa sovuqlikqa chiqchi deydi u. Nagruskaga chiqib turib beradi, rangini şey ekan, masini ko'rsatib bersak bo'ladi keyingi videolarda. Obunachilarga. Bunday baholari bo'yicha ham keyingi videolarda xudo xolasa videolar chiqadi. 50 mingdan 200 ming so'mga deydi natijali patologlarimiz qo'yina bemalol aloqa chiqaverasizlar, ko'rib tursalar. Bu lyustralar shuncha ichida qilib kelasizlar. Lyustraları besplatlı stanovka etib berdik. Lyustrani o'zlarimiz Urganchdan borib olib qaytdik buni. Ha, mana o'zingizdan kelinglar meni. Avan. Fotolarni pastga ko'rsatib bergan. Urganchda o'zingiz kelib berdik. Urganchdan o'zlarimiz borib olib qaytdik.